Assalamu alaykum Rishti Radiosu'nun qimmatli dinləyicilari. Mən Aygül Yusuf 6-cı qatımlıq səhifəm bilan sizlər üçün yeni xizmətdə bola alğanlığımdan özümni tolumu bəxtli his qilaman. Sizlərdək ixlasmən, hörmətlik və səmimi tinşərmənlərimning fikir təklifləri, ilhami və ruhi mədədləri bilan mushu əğir kunlarda yana bir qatım proqramma tayyorlig'ida kuchga ega bo'la olganligim uchun sizlarga tashakkurimni bildiraman. Bu qatimqi programmani men dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan talantli xonim qiz qarindoshlarimning menga yo'llagan asarlarining yordami bilan 8 mart xonim qizlar kuni uchun maxsus tayyorladim. Men eng oldi bilan Nurgiyatga suyimli hamshiralarning vatan ichi va sirtidagi barliq mehribon, jasoratlik, qo'rqmas, jafokash va suyimlik onlarga, xonim qizlarga yo'llagan samimiy salomni anglataman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Vatan sirtida yashayotgan barliq Uyg'ur ayollari, onalar, singillar, do'stlar hammalarga Nurgiyada yashayotgan men Tunsayguldan o'tliq salom, oliy ehtirom. Qanday ahvolinglar yaxshi turibsizlar? Oldimizda kelayotgan ayollar bayrami munosabati bilan hammalardan qisqacha ahvol so'rayman. Biz dunyoning har yerlariga sargardon bo'lib, musofir bo'lib, shundoq tarqalib yashayotgan bo'lsaqmi, biz yanala o'zimizningki Uyg'ur ayollarga xos shijoatimiz, g'ayratimiz bilan yana shu yashayotgan davlatlarda shu davlatga tuhfa qo'shish bilan birga oilada bir ona, jamiyatda bir ayol ve özümüzdeki Uygur ana buluş süptimiz bilen yana mezmut durup yaşadığımız inşallah bu küllerge mu hatim birdiğanga az qalğandı Allah'ın rahmeti bilen şu vatanga qaytıp vatandaki urug' tuqqan acı singillarimiz bilen qayta yüz görüşüp şu vatan tuprog'ida yashashni orzu qilamiz. İnşallah Xitoy zalim kafirlarning halokati az qoldi. Allah Taala bularga ko'zi ko'rinmaydigan bir virus orqali, virusni avatish orqali bularning bir halokatini tezlashtiradi. Allah bizga yordam qiladi inshaalloh. Biz mo qo'limizdan keladigan imkoniyatlar bo'lsa, tashviqot qilish orqali shu Xitoy zolimlarga bo'lgan nafratimiz har yerda o'zimiz qo'limizdan kelishicha ifodalab qo'lni qo'lga tutib bir niyat, bir maqsadda ittifoqlashib o'zaro bir-birimizga hamdamda bo'lib yashasak, hammalarga ko'pdan ko'p sevg'inib salom. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi onalar, do'stlar, qizlar, hammalarning 8 mart ayollar bayramlariga muborak bo'lsin. Men Norvegiyadagi Amina Abduqoyimdan sizlarga o'tliq salom. Biz ayollarninki zimmimizda nihoyatda cho'ng mas'uliyat yuklangan ham yuklanyotidi. Masalan, biz ayollar uyda bolalarımızga yaxshi ona bo'lmasa olmaydi, erlarga yaxshi bir ayol bo'lmasa olmaydi. İş o'rinlarimizda yaxshi bir xizmatchi bo'lishimiz kerak. Bu o'zimizningki kelgusimiz ham oilaningki iqtisod hammasi bilan munosabatlik. Mushu ishlarni joy-joyida o'rnaштirish, yaxshi hal qilish uchun ayollarimizga nurg'ulg'an kuch-quvvat talab qilindi. Tarixda Uyg'ur onalarimiz nihoyatda iqtidorli, qobiliyatli bolalarni tarbiyalagan, garchi ularda bek cho'ng maktab tarbiyasi bo'lmasa-mu, nurg'ulg'an yaxshi qobiliyatli bolalarni tarbiyalab chiqargan. Men o'ylayman, bizda mushu qobiliyat bor deb o'ylayman. Shuning uchun hozirmi mushu vazifamizni qolgan vazifalarning ustiga qo'yib, yaramli bir avlod tarbiyalash uchun tirishaylik. Hayot nihoyatim qisqa. Mushu qisqagan bu vaqtda vaqtimizni qadrlab, jafo mushaqqatlarni yengib, qaysar bo'lib, o'zimizga talabni sal qattiqroq qo'yib, yaxshi yashash uchun tirishaylik. Hamma ayollarningki teniga salomat tilayman. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan
Barlıq Çekray güzel Uyghur xanım qızları. Norvegiyaning Lanxus şəhərində turuşluq mən raylardan həmmаңlarning 8 mart xanım qızlar bayramlarını chin qalbimdan mübarəklayman. Assalomu alaykum Gulchiray xonim qizlar. Hammamizning 8 mart Dünya Ayollar bayramimiz qutlug' bo'lsin. Men Tosh Alma ona til darsxonasining qurg'uvchisi, Norvegiya Umid Uyg'ur ona til maktabining mas'uli Gulnar Imam. Bugun nihoyatda alayda bir kun. Men bugun ona vatanimiz Sharqiy Turkistonning ozodligi uchun hayotini qurbon qilgan qahramon Uyg'ur ayollarini va shu topda turmalarda va jazo lagerlarida erkinlikdan mahrum yashayotgan Uyg'ur ayollarini va qizlarini eng ezgu tilaklarim va duolarim bilan esga olaman. Usti ochiq turmaga aylanib qolgan vatanimizda chekidan oshgan zulm va xo'rlik ostidami umidvorlik bilan yashayotgan qo'rqmas qahramon Uyg'ur ayollarga va qizlarga salom yo'llayman. Chet ellardagi kurashchan qaysar Uyg'ur xonim qizlarga, har qaysi davlatlardagi ona til maktablarida ishlayotgan mehnatkash sabdoshlarimga va muajiratdagi o'z oilasini Uyg'ur kimligini qo'g'dab qolgan bir qo'rg'on qilish uchun tirishayotgan, ajr so'ndirayotgan barliq vatanparvar onalarga bayramlik salomimni yo'llayman. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi go'zal Uyg'ur xonim qizlari. Hammalarning shu vaqt xayrlik bo'lsin. Men Norvegiyadan Nilufar. Aldı bilan o'zimni qisqacha tanishtirib o'tay. Men Sharqiy Turkistonning G'ulchi shahridan Norvegiyaga kelib yashayotgan 13 yil bo'ldi. Bu yerda ota-onam, qarindoshlarim, 4 farzandim va yo'ldoshim bilan birga yashayman. Norvegiyaga kelgan dastlabki mezgillarda yot bir millatning tilini o'rganish uchun jonjaklimiz bilan tirishib til o'rgandik. Uningdan keyin kasb egallagan bo'ldik. Shu jarayonlarda ona bo'lmagan vaqtlar bo'lganligi uchun vatan davosi uchun ancha-muncha kuch chiqarib, safning oldida menib yaxshi ketib qolgan. Uningdan keyin farzanddan farzandimiz bo'lganligi uchun ishlarda bek aktiv bo'lib bo'lmadim, lekin uyda o'tirib farzand tarbiyalashmi millat uchun qo'shgan bir tuhfa deb o'yladim. 4 farzandimni tarbiyalash jarayonida shuni his qilib yetdimki, Uyg'ur kimligimizni, Uyg'ur davoyimizni to'xtatib qolmaslik, Uyg'ur degan millatning yashayotini yo'qolib ketmaslik uchun farzandlarimizni Uyg'ur qilib tarbiyalash, shuning uchun kuch chiqarish bizning boshda bo'lmaydigan majburiyatimiz. Bir farzandni layoqatli tarbiyalash uchun nurg'un ajr, tajriba va bilim ketgan. Birinchi, ikkinchi farzandimizni tarbiyalash jarayonida bilimimizning kamchiligi, tajribasizligimizdan nurg'un kamchiliklarni o'tkazgan bo'ldik. 3-4 farzandlarga kelganda boshqa onalar bilan tajriba almashtirish, materiallarni ko'rish, tarjima asarlarni o'qish orqali xeyli yengil, jabba bo'lmagan holatda bolalarimizni beqib cho'ng qildik. Mening boshda o'qigan kasbim dorigarlik, ham apotek deydi bu yerda. Yezbergan dorisini berish degandek. Undan keyin 3-4 yil mushu yerlik tilda yeni kelgan Uyg'urlarimiz uchun tarjimonlik qildim. Keyin farzandlarimiz bo'lgandan keyin shuni his qildimki, bola tarbiyalash, bolalar bilan birga bo'lish, bolalar bilan o'ynash bu mening baxtli yoqtiradigan, men o'zimni baxtli his qiladigan, zerikmaydigan, charchash his qilmaydigan kasb, menga bek mos kelgan kasbligini his qilganim uchun bundan keyingi 4 yillik hayotimni shu farzand tarbiyalashga beg'ishlab, inshaalloh bu yil 8-oyda bolalar va o'smirlar ma'rifi degan kasbni o'qimoqchi. Alloh xolisa shu kasbni bitirib chiqqandan keyin Uyg'ur avlodlarimiz uchun ozroq bo'lsin bir asimiz qo'shilsin degan umiddaman. Oxirida dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Gulchiray Uyg'ur xonim qizlarning 8 mart xonim qizlar bayramini tabriklayman. Tövəndə Norvegiyadagi Uyg'ur ziyolisi va shoira Oysha Musa xonim qizlar kuniga atab yozgan yurak so'zlarini bizga taqdim qiladi. Salam do'stlar. Bugun 8 mart ayollar bayrami. 1908 yilning bugungi kunida Amerika Sotsialistlar partiyasi Demokratik ayollar jamiyatidan xalqaro ayollar kunini tabriklashni talab qilgan kun. 1910 yilning taq bugungi kunida tunji qitimli xalqaro ayollar yig'ini Daniyaning poytaxti Shopenhavnda o'tkazilgan kun.
1945 yılının bugünkü günüdə dünyanın hər qaysı joylaridagi ayollar tərəfindən Ayollar Demokratik Dünya Federasiyası qurulğan gün. 1972 yılının bugünkü günü ayollarning bayram kuni qilib bekitilgan gün. 1978 yılının bugünkü günüdə Norvegiyaning Oslo şəhərində 20 minglarcha və ayollar qatar tizilib ayollar bayram günini təbriklab manğan günüdür. Bugünkü gün bütün dünya ayollarının öz hüquq mənfəətiga ega bo'lgan kunidir. Erkinlikka erishgan kunidir. Afsus, dünya xanım qizlarining haq huquqi qo'g'dilayotgan bugünkü kunda vatandagi Uyg'ur xanım qizlarimizning, g'uborsiz notuvalarimizning haq huquqi, erkinligi, jumladan ayollarga qo'g'dalmagan kun. Uyg'ur xanım qizlarimizning bu kunlarda Xitoy kommunistlari tarafidan dafsanda bo'linishini, xo'rlanishini, zo'rlanishini dunyo ko'rsin ko'rmasga sağan kun. Uyg'ur natuvalarimizning ahuzari palakka yetgan, ammo dunyo pang bo'lgan kun. Talibanning etigidan mallarni qutuldira olgan dunyo Uyg'ur natuvalarimizni qutuldira olmagan kun. Apamning, hadamning barcha Uyg'ur ayollarining hurligiga erishgan kuni menga bayram kunidir. Mehribon apam uchun, kuyimchan hadam uchun, suyimlik Uyg'ur natuvallari uchun, ashu g'uborsiz hamguzarlarimning hurligi uchun, xushalligi uchun, go'zal kelajagi uchun adaq qichib kurash qilgan, g'alabining ochqichini qo'limizga olgan kuni menga ayollar bayram kunidir. Бүгінгі şe'riyat gulzori sahifasida shoira xonimlarning esil she'rlari qimmatli ting'ishuvchilarimizning huzurida bo'ladi. Tövende anlaydigan ala, Şvetsiyada yaşayotgan istidatlı shoira Rahila Kamalning Qizim xotirasiga nomli she'ri. Derizam tüvide tinmaydı yağmur. Şu kadar öksüp yığlar yürügüm. Kel qizim beshingni maydamga qo'yg'in. Unutma yağmurluq bu o'hsinishlar. Ko'ngilning qatiga мәңгүлік ойғын. Қарайсан көзімге, қойсан суал. Йығлаңғу апам деп қалдың ehtimal. Bu qandaq paytla bilamsan qizim, yağmurluq tunlarda chiqmaydi hilal. Bir kuni cho'ng'ayib bo'lasan sanam. Tolmusun chiroyliq ko'zlaringga nam. Parvoz qil ko'klarda ey umoq erkam. Shu chog'da bilasan onang dilini, ko'z yoshi hasrati armonlarini, oqtirsan qalbingning cho'nqur qidini, topsan onangning hayotinini. İkimiz bir candan törelgen vücut. Mende bar hemmisi sende tepilar. Paqatla yaşagan devrimiz başka. Ötmüşten kelgüsi çıkar yeyilar. İkimiz bir ruhdan yaralgan ayal. Bir işqa telpinsek bir işten bizar. Qorqimiz güzel narsalarni halok qilishdan, vijdonsiz yashsak yuzlar qizirar. Yağmurga qetilgan tamcha ikkimiz. Kim ko'z yosh, kim yağmur bilolmas hech kim. Bilmekle gullarning qatriga boqsin, süp süzük yaltırab chaqnaymiz qizim.
Şiir yigitlarga. Abduri Aygül Yusuf. Ey vatanning shirpilvoni, aziz yigitlar. Vaqt keldi Uyg'urman deb nari tortinglar. Pichoq yetdi so'ngaklarga, tallar xo'rliqda. Vatan so'rar, qani ashu merdu merdallar. Uyg'urlarning arik iman hamda vijdoni, qanimizga singib bizning g'urur tiklangan. Börelerden udum algan Kaysar Uygur'nun oğlu bolmuş yigitlerge küreş yüklengen. Mezlum millet inrimakta aziz vatanda. Şer yürekle vatan üçün canni atanla. Tökülgen kan bedelleri ketmisun bikar. Tanrı takka kök bayraqni emdi qadanlar. Analarning, farzandlarning umidi sizlar. Vatanimning eng mustahkam to'rigi sizlar. Ah azizlab, qon ter to'kib, beli mukchiyib, cho'ng qilgan shu otalarning g'ururi sizlar. Allah atar jannatini qo'rqmas botirga. İki alem nusretinden nurlanıp yaşar. Vatan söygen yigitlerge yezilip dastan. El aldıda mengülükке hürmeti aşar. Hitap kılar vatan millet şehit ruhları. Ümitsizlik behutlıktan min yıl kaçınlar. Zor ümitni ana vatan küter sizlerden. Sizler fakat sizler bilen numus aklanar. Tövende Zulhayat Ötkür'nün yeni bir esil avazlık eseri huzurunlarda boludu. Salam dostlar. Navbaharning dunyosiga xush keldinglar. Rasmga qarab o'ltirib, Belgi Xaqanning mono so'zlari quloq tubimda jarangladi. Ey Türk millati, aslinga qayt va pushmon qil. Isyonkorliging sababidan seni beqivatgan Belgi Xaqanga qudrat topgan davlatingga o'zing uttirib qo'yding. Yomonlik qilding. Barg'aldagi yerlarda qonlar suv bo'lib oqdi. So'ngaklar tog'dek dövlənib ketdi. Boy, töri bo'lishga loyiq erkaklar avlodlaringlarni qul qildinglar. Maliki bo'lishga loyiq qiz cho'kanlaringlarni cho'ri dedaq qildinglar. Bilmasliginglar sababidan va o'zinglarning beqo'billigi tufaylidan tog'am qolgan vafot bo'ldi. Bir zamonlar xonish tojini kiygan, xotun martabasiga erishgan Pujun xonimlar yashab o'tgan edi. Keyin shu qiz cho'qanlar hokimiyat almishish yoki yovlarning ishg'oliyati bilan g'ururi va nazokatini tashlab toju taxtlardan ayrilishga va dushmanga bo'ysunishga majbur bo'lgan edi. Oradan nurg'un yillar o'tib, qanchiligan tog'lar yemirilib, ko'llar qurib, qanchiligan boshlar kesilsimi, hayotliq yanala davom qilmoqda edi. Ta'tir quyun jahonga boqmaydi. Bor kuchi bilan olamdagi maxluqotlarni kuyqab og'ziga so'raydi. Soat istirlikisi tez sur'atda davrilanayotdi. Bir zamonlar kengri ketgan mevilik bog'larda etikiga do'stlari bilan yegan kishmish o'rikning ushkisi bilan toshdamak o'ynayotgan g'unchi bo'yliq so'mbul chashli qizlar o'tgan. Bir zamonlar balpurimlik gullik chitko'ynaklarning etaklarini lapildatib, quduq peshidan chig'ir yo'llarni besib, etizdagi dadisiga qiytiq to'shiyotgan latofat sohibi qizlar o'tgan. Qizlarning muhabbatlik yuragi so'ygini uchun talpinatdi. Visol quchish uchun puchulanatdi.
Yigitlərdə Şirinning vəsliga yetmək üçün özünü çöldə gögidək zəbərdəstlik бар edi. Birdən uyquda yatqan əjdaha uyg'onishga boshladi va atrofga nazar selib, nazarini bu vodiga og'dirdi. Shundan e'tiboran bu vodida tabiat va yashash muhitida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Aholilar va ot-uloqlar suv ichadigan suzuk buloqlar bulg'andi. Zamonlardan beri g'arb-sharq madaniyat almashtirishida rol o'ynab kelgan karvonlarga xizmat qilib kelgan to'ga va otlarning bo'ynidagi ko'ldirmalar qayta jaranglamadi. Uning o'rniga qora is chiqarib ketayotgan temir topalliq paravozlar kecha va kunduz yer tegidagi madanlarni sharq tomon to'shitdi. Toki yerning tegi qurib ketkicha. O'rmonlar kesilib, yarni chillab o'yg'atgan shu xo'razlarning zuvani tutilgan edi. Ejdaha dunyo madaniyat xazinasining oshquchini bu zaminning egalaridan tortib olish uchun ha deb nara tortatdi. Birdilla g'ubarsiz yashayotgan atlas ko'ynaklik qo'y ko'zli qizlarga ejdahaning tirnoqlari tegdi va ancha qiynalmayla qizlarni razil changiliga elib oldi. U endi olqinidagi o'ljini qandoq yo'qitib, o'z nafsini qondirish uchun eng mukammal bir planni so'qiyotdi. Qizlarning qo'sh sinoqlaridagi texi jilvisi ketmagan tabassumi, ejdaha tirnoqlari ostida murdining yuzida qetib qolgan ifodasiz mimiklarga o'xshab qolgan edi. Imoni, nazokati va iffatini qo'g'dab qolish ular uchun hammadan muhim edi. Agar bu ejdahoga qarshilik ko'rsatganida, qizlarni bu dunyoga oprida qilgan oshu bechora ota-onasining va butun avlodlarining bundan keyingi ohuzori, o't ichidagi qiynalishlari ko'z oldiga keldi. İffat bilan vijdon elishyotdi. Qizlar to'lg'inatdi. Dunyoga iztirob bilan boqqan, mo'ldirlab turgan ko'zlari bizni xijil qilatdi. Yaproqdek titragan vujudi isyon bilan yulqinatdi. Allohdan, dunyodan bir xayr, bir mo'jiza tilaydi. Ejdahaning uyg'unib ketishini hech xolamagan dunyo qizlarning nolisidan cho'chib bo'lsa-mu etib-olgan ko'zlarini echishi kerak edi. Chunki qizlarning nolisi sirtqa anglanmaydi. Ularning nolisini qizlarning onasiga, otasiga, momisiga, buvisiga va qarindoshlariga o'xshaydigan qo'y ko'zlik, millatining ma'nisi uyushqoq deb atalgan bizlar anglata olamiz. Dunyo ko'zini ochsin-da ejdahaning olqiniga tushib o'lim girdobida yotgan shu qizlarni yovuz qamal ichidan qutulish uchun yo'lga chiqsin. Endi esil kuylar sahifamiz qarindoshqa yetamdi. Yerge düşüp lay buldu. Asmandaki ay değil. Yerge düşüp lay buldu. Öz yurtunda iz izdi.
görgeli bağlı İşegenli açkın ana Men musafir bir balan keldi Ölüp ketken Anam ölüp ketken Atam ölüp ketken Anam ölüp ketken Perindaş degen bilen Küngel bölünüp ketken Perindaş degen bilen Küngel bölünüp ketken Tağның yolları başka Oyunun yolları başka Dost yaren degen bilen Yitem bu pirindaşka Dost yaren degen bilen Yitem bu pirindaşka Ana kessi kelmeydu Dada kes kelmeydu Ama kessi kelmeydu Dada kes kelmeydu Kadirsiz kırindaşlar ayrılgan yığlaydı Kadirsiz kırindaşlar ayrılgan yığlaydı Ayrılgan Бүгінгі Nadir Anla sahifimizdə Nuriyatga Gulnar və Gulzar xanımlar farzand tarbiyalash haqidagi esil fikr tushunchalarini biz bilan o'rtoqlashmoqchi. Qani diqqatimiz bu ahamiyatli sahifimizda bo'lsin. Nuriya Uyg'ur ona til maktabining mudiri Gulnar xonim farzand tarbiyalash to'g'risida monolarni o'tirib qo'ydi. Oila tarbiyasida qaysi davr, qaysi makon bo'lishidan qat'iy nazar, onalar farzandlarga bo'lgan kuchli muhabbati,
bola bilan qurgan kuchlik va tabiiy beg'i va mehribon yumshoqlik bilan bolaning tunji ustozi bo'lib keldi. Bugun muajiratga Uyg'ur onalar yelkimizga ig'ir yuk bilan turibdik. Millatning bolalari va ularning Uyg'urligi bizga omonat bo'lib qo'limizda turibdi. Chet ellarda tug'ilgan tunji avlod Uyg'urlar bo'lgan bizning bolalarimizning kindi qini vatanga to'kilgani yo'q. Lekin biz onalarning bag'riga to'kildi va vatanni bizning bag'rimizda turib bildi. Bolalarimizning ona tilini, dinini, tarixi va madaniyatini o'rganish, vatanni ko'may turib shu vatanning egisi ekanligini bilish, o'z millatining qandoq bir millat ekanligini tonish va shu millatdan bo'lish qatorliq muqaddas va shundoq ig'ir vazifasi bor. Qari ko'zlarimiz bizning kelgusimizni yaratadi. Ularning qandoq bir avlod bo'lib yetishib chiqishi va Uyg'urlar uchun qandoq bir kelgusini yaratishi nihoyat cho'ng darajada bizning oila ma'rifimizga bo'libmi biz onalarning qanchalik tirishchanlik ko'rsatishimizga bog'liq. Shunga realligimizga boqqanda bizda hech qanday bir davrda bo'p boqmagan bir uyg'unish va o'rganish inqilobining zamoni keldi. Agar har bir ona o'z farzandlariga ona til va kimlik tarbiyasi beradigan bir ona til o'qituvchisiga aylansa, dunyoda biz Uyg'urlarning mavjudligimizga tahdid soladigan hech qanday kuch qolmaydi. Nima uchun bugun 8 martda yana oilalardagi ona til o'qitish haqida so'zlaymiz? Chunki men o'ylayman, 8 mart faqatla haq-huquqlarni so'zlaydigan kun bo'lmasdan, yana majburiyat haqida so'zlaydigan bir kun. Muajiratda yashayotgan Uyg'ur ona bo'lgan biz, yurak parimiz bo'lgan farzandlarimizni qanday tarbiyalash kerak degan bu nuqtada pozitsiyamizni cho'qim tekshirishimiz kerak. Qilishga tegishli amaliy xizmatlarni aktiv pozitsiya va jonliq bir shaklda qilishimiz kerak. Chunki bugun biz majburiyatlarimizni to'nimisak, majburiyatlarimizni ado qilmasak, millatning onasi bo'lishdek bu muqaddas rolimizni hargiz joriy qildira olmaymiz. Biz oldingi sahifamizda Gulzar xonimning qanday qilganda bir yaxshi ayol, iqtidorli ayol va erining kasbini hurmat qiladigan ham qo'llaydigan bir aqlli ayol bo'g'ili bo'lganligi haqidagi tajribalarini anglagan edik. Bugun Gulzar xonim qanday qilganda o'z farzandlarini suyimli Uyg'ur farzandi qilib tarbiyaligili bo'lganligi haqidagi tushunchalarni o'tirib qo'ydi. Qani quloq solaylik. Assalomu alaykum Aygul xonim. Siz mendan bolalar tarbiyasi to'g'risida so'rabsiz. Rahmat sizga bu fursatni menga berganingizga. Bolalar to'g'risida ozroq so'zlab o'tayamsa. Bola ota-ona uchun Allohdan berilgan bir mo'jiza ham bir omonat hisoblanadi. Bola tug'ilgan vaqtda ayni bir yep-yangi tuproqqa o'xshaydi. Masalan, yangi tuproqlarga har qanday o'xshamagan urug'larni solsak, o'xshamagan natija berganga o'xshash, bolalarga o'xshamagan so'ygi, mehr-muhabbat bergan vaqtida o'xshamagan natija chiqadi. Masalan, mening bola tarbiyamda asosliq burunma aytib o'tdim, mehr-muhabbat hammadan kuchlik. Har qanday ota-ona o'zining bolasini so'ydi. Lekin uning qanday so'yishda, qanday ifodalashda u bek muhim. Odatda bolalarni tarbiyalagan vaqtimda men uni qanchalik yaxshi ko'rganimni har qanday vaqtida aytib turman. Har kuni, har zaman ota-onangiz sizni qanchalik yaxshi ko'rganini bilsiz, jinim bolalarim degan usulda bolalarimga har zaman bildirman. U vaqtda bolalarimmi o'zining ota-onani qanchalik so'ydiganligini his qildi ham o'zining qanchalik darajada ota-onani so'ydiganini, so'yishni bildiganini biladi. Uningdan boshqa oilada hamda ikki kultur ichida bolalarimizni tarbiyalash bek tas, haqiqatan bek tas. Uni tamponlashtirish kerak. Masalan, biz Nurgiyada yashayapmiz. Nurgiyaning o'z oldiga kulturi bor. Biz o'zimizga tushliq o'zimizning madaniyati, dinimiz bor. Shuning uchun qandoq tanishib bolalarimizni cho'ng qilamiz. Bu nisbatni. Bu oson ish emas. Lekin
nəhayət ilmi usulda ballarımızı tərbiyələşimiz kerak. Məsələn, ballarni maktabga bergan vaqtida ballar bilan baravar qandaq o'qiydiganini o'zi biladi. 8 soat ballar bilan maktabda turdi. Lekin uy kelgan vaqtida, har qanday vaqtida samiga sep turmanki, ballarim Uyg'urcha so'zlanglar. Bu Uyg'urlarning uyi. Sizlar Uyg'urcha so'zlanglar. Har qanday vaqtida mening ta'kidlaydiganim shu. Shuning uchun ballarim kichigidan tortib 8 soat maktabda bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uyga qaytib kelgan vaqtida men bilan dadasi bilan Uyg'urcha so'zlashda qat'iy biz ching turdik. Bu bek yaxshi bir usul bo'ldi. Masalan, kechlari yetishishdan burun men har qanday vaqtida hikoya aytib beratdim. Hikoyamda cho'chaklarni onamdan qolgan, dadam onam aytib bergan cho'chaklarni, masalan, tarbiya kuchi nihoyatda kuchlik, nihoyatda go'zal, tushunishlik usul orqali bolalarimga so'zlab beratdim. Ular nihoyat xush bo'lib anglaydi. Uningdan boshqa adab axloq, qanday qilganda boshqalarni hurmatlash kerak, tomoq yeganda qanday qilish kerak, masalan, qo'pgan vaqtida qanday qilish kerak, yotgan vaqtida qanday qilish kerak, o'zaro bir-birimiz bilan uchrashganda qanday qilish kerak. Har qanday vaqtida mushu usul orqali men bolalarimni shunday tarbiyalab, kichikdan tortib tarbiyaladim. Uningdan boshqa uyda eng muhimi biz kelimasi yoki biz degan bu so'z bizning uyda bak muhim o'rinni egallaydi. Men deb cho'ng bo'lmadi bolalarim. Men har qanday vaqtida dadasi bilan deyman, bu uyda har qanday narsamiz bizning bolam, sizlarning yoki sizning shaxsiy narsangiz emas, yoki fikringizning shaxsiy narsa emas. Bizning o'rtaq narsamiz. Shuning uchun har qanday narsalarni qilgan vaqtida o'rtaq bahramon bo'linglar. Hargiz bu meningki, sizningki deb talishib qilmanglar degan tarbiyani men bekcha ishlatdim. Ular shundoq cho'ng bo'ldi. Maktabda bolalarimni har qanday vaqtida tirishib yaxshi o'qidim. Uyda hech qachon men topshiriq ishlatib boqmadim hozir qadar. O'zi keladi, nihoyat aktivjonlik bilan eng boshda topshiriqlarni ishlaydi, undan keyin boshqa ishlarni qiladi. Yana birisi eng muhim, bolalarga bek ishonish kerak. Har qanday vaqtida bolalar gap qilgan vaqtida uning ishonish kerak. Uning so'zini cho'ng bilish kerak. Har qanday vaqtida maktabdan kelgan vaqtidami bolalar bilan o'rtoqlashish kerak. Bugun bir kun nima ish qildingiz bolam? Qanday ish bo'ldi maktabda? Nimalarni qildinglar? O'qituvchilar nima dedi? Bolalar bilan nima deyishdinglar? Buni o'rtoqlashish bek muhim. Unda qilgan vaqtida bolalar o'zining har kunlik ishlarini sizga deb berdi, ham sizmi ulardan qanday ishlar bo'layotganini bilib tura olasiz. Yana birisi bolalar tarbiyasida bolalardan apu so'rashni o'rganish kerak. Bolalar ham sizdan apu so'ramasin. Bola tarbiyalashdagi eng muhim bir omil u bo'lsa-mu, bolalarimizning ma'naviy hayotini jonlantirish uchun bolalarimizni o'zi qiziqadigan kasblarga berish kerak, vaqt chiqarish kerak. Masalan, men o'g'limni 7 yoshdan ta hozirgacha futbolga olib boryapmiz, dadasi bilan ikkimiz. Hozir 16 yoshga kirdi. Bir kun to'xtab qolmadik. Qizimni kichigidan boshlab, 5 yoshdan boshlab baletga, har xil kurslarga olib borgan. Hozir u futbolni davomlashtiryapti. Mushundaq faoliyatlarga olib borgan vaqtimizda bolalarimiz boshqalardan o'zini tuvan ko'rmaydigan bo'ladi, ham ma'naviy ruhi oshidi. O'zini bir chatalik deb qaramaydi. Chunki boshqalar qila olganini mening bolalarim qila oladi. Shuning uchun u o'ziga bo'lgan ishonchi oshidi. Boshqalar bilan aralashgan vaqtida o'zini yegona his qilmaydi.
Bu bek mühim amil əməliyyatda. Biz mi 100% işləyimiz, yol düşmüşkimiz. Lekin muş işdən yenib şunchalik vaqtimizni ajratqudek vaqtimiz yo'q. Lekin bolalar uchun har qanday vaqtida yani vaqtimizni chiqara olamiz. Agar vaqtlam chiqirman deydiganmiz, undaq vaqtlarni chiqara olasiz. Mening tavsiyam har qanday ota-ona bolalarga vaqtingizni bering, mehr-muhabbatingizni bering. Mushuna qilgan vaqtida bola tarbiyasida yaxshi natijalarni qozona olasiz. Rahmat amsa Aygul xonim. Әмді аңлымағалла аңлысуын сәйіпіміз huzurlarda bo'ldi. Qimmatli do'stlar, Norvegiyada yashayotgan yosh shoira singlimiz Rana Tursunning Vatansizlik degan she'ri yaqinda inglizchaga tarjima qilindi. Bu she'rning qanday bo'lib inglizchaga tarjima qilinganligining jarayonini bilay desangiz, tuvandagi salom xatga quloq soling. Salom singlim Rana. Ismim Gulnar Aziz. Amerikaga o'qish va tadqiqot uchun kelgan edim. Hozir o'qishim tamomlab, Harvard universitetida Uyg'ur tili va Chag'atay Uyg'ur tilidan dars beryapman. Ta'tirpalak Xitoy Kommunist partiyasining millatimizga qaratgan irqiy qirg'inchilik tufayli vatanga qaytolmay, oilamizdagilar bilan aloqa uzilib qolgan bir paytda sizning Vatansizlik degan bu she'ringizni ijtimoiy aloqa vositasi bo'lgan Facebookdan ko'rib, bu she'rni ingliz tiliga tarjima qilish, bu orqali bizning navbatdagi hol ahvolimizni dunyoga anglatish o'yiga kelib, Amerikada Uyg'ur tili o'rganayotgan bir amerikalik kasbdoshim bilan birlikda bu she'ringizni ingliz tiliga tarjima qildik. Ammo bu kasbdoshim bu she'rni hozircha matbuotlarda e'lon qilsaqmi, ismini atmaslikni talab qildi. Shunga tarjima qiluvchini noma'lum shaxs deb elib tursak. Mening bu she'rni o'qigan tunji vaqtim 2018 yil 5 edi. Bu mezgillarda mening sargandalik hayotimning boshlanganligiga o'zimning ishongisi kelmay, xuddi kuz faslidagi sarg'aygan yopirmoqdek titrab turgan edim. Shuning uchunmikin bu she'rni tunji qatam o'qibla tarjima qilish istagi qo'zg'aldi. Ham kasbdoshim bilan hamkorlashib vujudga chiqardik. Bu she'r bizning, ya'ni Uyg'urlarning musofirchilikda, g'arb ellarda erkin dunyoda yashayotgan bo'lsaqmi, yanla hayotimizning xuddi qapazdagi qushdek erkin emasligini asosiy liniya qilib, bizning hozirgi hayotimizni har bir muhojiratdagi Uyg'urning ichki hissiyotini aynan yo'rtib bergan. O'zimning til tadqiqotchisi bo'lish sifatim bilan kun bo'yi o'ylaydiganim, beshimizga kelgan bu baloyi ofatdan qanday qilib qutula olamiz? Ham hozirgi sharoitimiz ostida nima ishlarni qila olamiz? Shaxsan men millatim, vatanim, xalqim uchun nima qila olaman degan savollarni o'zimdan to'xtamay so'rab, amaliy ish qilish, millatni qutuldirish, tilimizni saqlab qolish uchun musofir bo'lib yashayotgan kelgusi avlodlarimizga ona til tarbiyasini kuchaytirishning naqadar muhimligini tunib yetdim. Buning uchun qo'sh tillik material tayyorlash nihoyatmi muhim deb qarayman. Chunki bolalarimiz qaysi davlatda bo'lsak, shu davlatning tilidagi maktablarda o'qiydi. Shu davlatning tilida tafakkur qiladi. Shu cho'ng dengizda tomchi bo'lib singib ketadi. Bir millatning o'z adabiyotini sistemalik o'qimagan bolalari oqibatda o'z millatining tarixini, madaniyatini o'z tilida o'qiyamaydigan, tushunolmaydigan holatga kelib qoladi. Shu bolalarimizga tilimizni o'rgatishdimi, mushunda qo'sh tillik adabiy asarlarimizning ko'plab vujudga chiqishi bakmi muhim. Bo'libmi, mushu bir avlod muhojiratdagi farzandlarning ona tili savodini chiqarish bosh tortib bo'lolmaydigan vazifamiz. Bu she'ringizning tarjima qilinishi bizning
tunji qadamimiz. Biz yana davomliq mushundaq tarjima ishlariga qiziqadigan, o'zining bir kishilik to'pisini xolisona qo'shqisi borlar bilan hamkorlashib, bu ishni davomlashtirish planimiz bor. Tama ko'l bo'la debdikan cho'nglar. Hammamiz bir niyat, bir maqsadda o'rtaq kuchsak, bu arzu umidlarimizni vujudga chiqara olamiz. Ketganlar unutilmas saytimizda Qaynonam va men nomli nasr. Qaynonam va men. Avtori Aygul Yusuf. Lager, virus, o'lim vahimasi va boshqa bizga yetib oshqidek ko'ngilsizliklar bosh ustimizda qora bulutdek laylab yurayotgan mushu og'ir kunlarda men mumkin qadar hammamizning qalbiga kichkina bo'lsa-mu umid va shodlik ato qiladigan yozmalarni yozishni umid qilatdim. Biroq bu qatim undoq qilolmaydigan bo'ldim. Necha kun ilgari biz 18 yildan beri ko'rmagan qaynopam, to'g'risi men opa deb atashga uynib qolgan opamning o'lim xabarini angladik. Opam allaqachon bir oy burun bu rahimsiz olam bilan xo'shlashib Allohning dargohiga ketgan ekan. Lekin biz bir oydan keyin anglabdimiz. Hammalarga o'xshash bizning vatandagi urug' tuqqanlarimiz bilan aloqa qilolmaganimizga necha yil bo'lgan edi. Oxirgi chaqlarda biz dunyoning har qaysi joylaridagi biz taniydigan odamlarimiz orqali urug' tuqqanlarimizning xabarini elib beqishga tirishgan bo'lsak-mu, lekin hech bir xabarga ulasholmagan edik. Mana bu oxirgi oyda barliq tirishchiligimizni ko'rsatib, biz yaqin taniydigan bir singlimizning yordami bilan opamning o'lim xabariga aram ulashdik. Biz er-xotin ikkimiz jon bor yerda qazo borligini, shunga vatandan har qanday yomon xabar kelsa, mumkin qadar yosh to'kmay tik turish haqida o'zimizga va'da qilgan edik. Lekin insonning yuragi go'sh bo'lgandan keyin naq boshqa kelganda tomoq qarab o'ltirib qolgan va'daga amal qilmoq bek mutaskan. Biz bu og'ir xabarni anglagandan keyin yosh daryosiga g'arq bo'ldik. O'ylab baxsam, men chet elga kelgan 18 yildan beri 3 tog'am, bir hammom, o'z opam va qayni otamdan ayrilibdiman. Bu jarayonda yana men bilmay ketib qolganlardan kimlar bor, bunisi men qarang'u. Chunki mening urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan aloqam 2015 yildan boshlab tamoman uzilgan edi. Mana men bir oy burun qayni opamdan ayrilib qolganligimni bilmay yuribdiman. Ya'ni meni balam, qizim deb ataydigan eng oxirgi odamimdan ayrilibdiman. Bu judolik menga amdi rostla og'ir keldi. Men opamning oldiga 20 yoshimda kelin bo'lib kirgan edim. Mayli vatandagi kelinlik hayotimda bo'lsin yoki chet eldagi vaqtimda bo'lsin, kelinlar bilan qayni onlar o'tirsa bo'ldigan cho'ng kichik surgilishlarning hech qaysini opamdan faqatla ko'rib boqmagan edim. Opam intayin savrchan o'qituvchidek, mendek qo'li ya oshtamoqqa, ya uy ishiga bak kelib ketmaydigan kelin qizga hamma narsani savrchanlik bilan o'rgatgan edi. Lag'manning cho'plarini bir yerni to'm, bir yerni ingishga qilib eshib qamlashtiramagan vaqtimda kulib ketadi. Qozonga solgan cho'pim chaplashib qolsa ajrataman deb cho'qi bilan qalaymaqan o'rib cho'risam, balam kerak yo'q, sal pishqanda cho'plar o'z ajraydi deb silih tushundiradi. Hech bir zaman qildingiz, qilolmadingiz,
manga andaq qilib beratdingiz, manga mundaq qilib berishingiz kerak edi degan tavsiya, ta'na, buyruq va do'qlarni anglab baxmagan edim. Xuddi ana qushdek erim Samatning chet elga burun chiqib ketganligi sababidan manga kelgan taptana ta'tir qarashlar, qaydoshlardan meni qanot ostiga ilib qo'g'daydi, tasalli beradi va qo'ldan kelishicha onliq mehrini yetkazadi. Men 2001-yili opamning ko'z go'rda ko'rinadigan davrisini mundaq chiqib aytganda, jenidan aziz ko'rdigan o'g'lining yodigorini elib, oilani jam qilish uchun chet elga chiqib ketgandan beri opamning ko'zidagi seg'inish yoshlari qonga aylangan edi. Lekin bu mehribon yuragi farzand ishqida qon bo'lgan ona biz bilan toki 2-3 yilning oldida eng og'ir qatim ko'rishgandan keyin bizning ovozimizni faqatla anglash fursatiga erishamadi ham bizmi bu hasratda yondiq. Opam bilan telefonda ko'rishalaydigan paytlarimizda u bizga har doim o'zining eng go'zal duolarini beradi. 5 vaqt namozida bizga duo qilayotganligini aytadi. Hatto uyga soqchilar kirib bizga tahdid solib majburiy telefon qo'zg'andimi, ana shu illiq, yumshoq ovozni o'zgartmay, soqchining tahdidlaridan qo'rqmay, bizning ko'nglimizni og'ritadigan bir eg'iz gap qilib boqmagan edi. Samatga doim "Bolaringga yaxshi qara bolam, ular sana omonat" degan gapni deyishni zotla unutmaydi. Shu telefonda ancha-muncha gap qilisha oladigan chog'da men opamga, "Opa, men hozir tomoq etishga xeli usta bo'lib qoldim-jimu. Hamma tomoqlarni etalayman. Mushu kunlarda yenimda bo'lsa, bir oy 4-dan tushmay beqolgan bo'lsam, ha opa" deganimda opam kulib ketadi. Va o'g'limga va nevaralarimga etib berganlari, menga etib berganlarga o'xshash bolam. Men sizlardan men rozi degandek bo'ldim. Men har doim sizlarning baxtinglar, xotirjamliginglar uchun duo qilaman. Sizlar xotirjam bo'lsanglar, sizlar xotirjam o'ssanglar, menga shu yetadi dedi. Shundoq menga 28 yil qaynona bo'lgan bu mehribon, yumshoq so'zlik, oq ko'ngil, sabrchan opam bizga duolarini qoldirib ketdi. Mushu yig'lab yurgan kunlarimda yana boshqalar orqali opamning oxirgi kunlaridagi doktorxonada tortilgan bir parcha rasmi qo'limizga tegdi. U ruhlab bir teri, bir ustixon bo'lib, ko'zlarini yerim ichib, ushchoqli qarvida holsiz o'ltirgan opamning suratini ko'rib, men o'zimni bu dunyoda bor yoki yo'q his qildim. Chunki opam yashnab qolgan bo'lsa-mu, ushoq tushak kasalliklarni hisobga olmaganda, yashiq nisbatan noiti teman va sog'lom ko'rinadi. Kasal tatib qolgan holatdami bu darajaga tushib qolmaydi. Opam qandoq bo'lib bu holatga tushib qoldi? O'limi qandoq uzutildi? Urug' tuqqanlardan kimlar opamning oxiratlik ishlarini o'rlashtirdi? Qayerga ko'mildi? Bu bizga tamoman sir edi. Chunki yurtimiz Oqsudagi mozorliqlar chiqib tashlanib tuzilib etilgan mushu kunlarda marhum opamning yerligi qayerda bo'ldi? Bu biz uchun sir va ko'tirib qo'qqisiz dard bo'ldi. Men o'z opam va qayni opamning ikki oila uchun uzun umr ko'rishini, chet elda to'lgan navrlarni ko'rib, bag'riga besishini, oyog'iga tizilib o'ltirib yig'layotgan o'z vaqtiki qop-qora chochliq farzandlarining
Әмділікте ақ арлыған бешini bağrıға besip, anılıq mehirinin cennet rahatını bizge ahırqı qıtım bolsumu his qıldırışını Allah'dan tilegen idim. Mən iki apamның dünyanın başqa joylaridagi hör yaşavatqan anladek hiç bo'lmasa öz yürek parlarını haftada bir qatim ko'ralaydigan kunga erishishini 100,000 martaba tilgan edim. Farzandlik bo'lalaydigan, uy tutalaydigan, tamoq etalaydigan, issiq choyni qamlashtirib damlab ularning oldiga akilalaydigan bo'lgan bir pishqon ona ekanligimni ularga bildirib, bu bolaning eng kichigi bo'lgan erkak qizning endi dunyoning g'amlariga tik boqalaydigan bir pishqon xonim bo'lganligi bilan ularni xotirjam qilmoqchi bo'lgan edim. Ularning xizmatini bir kun, bir hafta, bir oy bo'lsin qilib, oldida yukinib o'ltirib, bir eg'iz roziligini elib olishni yana Allohdan tilagan edim. Yaratquchi Allah o'zi bergan jonni o'zi elib ketadigan. Biz men tilasakmi, yig'lab, yig'i dengizga g'arq bo'lsakmi, biz ketib qolgan qadrdonlarimizni yondirib kelolmaydiganmiz. Bu rahimsiz reallikni o'zgartirolmaydiganmiz. Hozir mening o'zimga tasalli beradigan bir ro'y kuchim ularga duo qilish va Xudoyimdan ularga jannat tilash. Mening o'zimga tasalli beradigan bir usulim o'z opam bilan qiyin opam, dadam bilan qiyin otamning u dunyoda jannatning eng eslarining birida birga o'tirib, o'zlari seg'inib ko'rishga umri yetmagan farzandlari va nevralari haqida soatlab parang silishayotganligini, u dunyoning marhamatiga erishgan barliq o'lib ketgan urug' tuqqanlarimizning bir yerga jam bo'lib, biz haqda qizg'in suhbatga tushib ketganlik ko'rinishini ko'zimni yumib tasavvurimda ko'rish. Men oxirda bu dunyoning hurligiga, rohatiga erishamay, farzand mehriga qonmay, yuragi qon bo'lib, u dunyoga ko'zi uchiq ketgan o'z opalarim va boshqa barliq Uyg'ur onalarining yotgan yeriga jannat va ruhiga oromlik tilayman. Naqsha, anam sen yo'q. Kinenge anam zemzem kuyup birey desem sen yok. Kinenge anam zemzem kuyup birey desem sen yok. Nitey ecrim
üçün Paklan soyup birey desem sen yok Nitey ecrim üçün Paklan soyup birey desem sen yok Tutup çıkmakını oylayman Canlı tüm boyu emde Beşiğinga koş tekir yastık Koyup birey desem sen yok Sana kalmay turup bağrım Hayatlar kavmedin kettin Kuyup piyalıga şerlet Sunup birey desem sen yok Benim ademligim balgan Senin tenbihlerin bilen Meni ursan memeylidi Turup birey desem sen yok Senin ecrin dimen Hey er buldum İgiz şohlarga kol sungan Bırak şohtun anar olma Üzüp birey desem sen yok Senin bağrında kadrini Acep bilmeptimen emde Sana köygen bu bağrımni Yirip birey desem sen yok Çinenge Anam Zemzem kuyup birey desem sen yok Zemzem kuyup birey desem sen yok Qadirlik radio anglagıç qarindoshlar yana vaqt munosabati bilan anglitishimizni mush yerda oxirlashtirishga majburman. Men mushu zulm, balo qazo va kasallik ofati beshimizda agib yurgan zulmatli kunlarda barliq Uyg'ur qarindoshlarimga avval yaratquchi Alloh egamdan sog'lik, salomatlik va erkinlik tilayman. Ondan barliq qarindoshlarimning har bir kunni umid va har bir tiniqni fursat deb bilib, vatan, millat va o'z hayoti uchun tik turishini, umidning umrdan uzun ekanligini hargiz unutib qolmasligini chin yuragimdan tilash bilan bugungi bu programmani mush yerda oxirlashtiraman. Xudoyim omonat, yana bir qadamliq anglitishimizda ko'rishaylik.